Salom hammaga obunachilar, sizlar bilan Sevgi va bizlar bu videoda 100 kill qilganimizcha o'ynaymiz. 1:32 hammasiga pistolet berilgan. Xo'sh, xohlasanglar keyingi videoda yozib qoldiringlar, hammasiga qurol bergan holatda 1:32 o'ynab ko'raman. O'z jonimni yedirdim. Bosh qurol olaylik, bularni keyin odini beramiz. Ham yaqin masofada ikki tomondan qurshovga tushgan edik. O'zimiz Akim Kreditda ota-bobolarim davrdan qolgan qurol, o'sha bilan o'ynaymiz. Va hozirda ham dunyoning eng kuchli qurollaridan biri. Obunachilar kommentlarga bir o'ynaylik deb yozasizlar. Komment fikrlar uchun kattakon rahmat, lekin hozir emas. 1k obunachi bo'lganda jonli efir qilaman, o'shanda obunachilar bilan birga o'ynashga harakat qilaman. O'zi hozir 300 dan oshdik va 1k ga oz qoldi. Xo'sh, bir kishiga 32 kishi o'ynash maza. Bu safar esamga qurollarini ularga qo'shib qo'yaman. Xo'sh, 28 kill bo'ldi. Obunachilar fikrlaringizni kommentlarga yozib qoldiring. Iloji boricha challenge yozib ketinglar. Challenge bajarishga urinib ko'raman. Masalan, bir o'zim 10ta ekspertga qarshi. Akim Kreditni qolgan pistolet olamiz. Bitta o'qqa bitta ichi o'xsharmagan. Yo'q, yemadi. Ikkita o'qda. Yo'q, bo'lmadi. Uzoq masofaga yedirmadi. Headshot deydi, bana qo'ydi. Braniya bor, Akim Kreditda bor. O'zimizniki bo'lmasa ham yerdan topgan pistoletimiz bor. Yana o'ttalay olamiz. Bu 32 pistoletchilarning bitta qabli tomoni bularni o'qchiga yernagan pichoq ko'tarib kelishi bor. Shuni ham esdan chiqarmasdan tezlik bilan yer tishlatish kerak. Kam qoldi yana. O'zi birdaniga olmish bitta kill bo'lib qo'ydi obunachilar. Keyingi videoni albatta uzunroq qilaman. Obunachilar, bu video juda ham qisqa bo'lib qoldi. Hozir ovozim pasaytiray. Yo'lga tushdi. Amayli. Hammasini to'liq yer tishlatdim yana.
Uni 32 0-0 qilib yana bitta o'yin qoldi. Hammasini yetishlasam 100 ta kill bo'ladi va bu bizning oxirgi o'yinimiz. Keyingi videogacha necha 1000 ta obunachigacha bunaqa videolarni ko'proq prosmotr yaxshi bo'lar. Challenge yozsanglar bunaqa videolar ham yanada ko'payadi. Bu siktaliklar aylanib ularning o'rnida bo'lganda yoyilib turgan yaxshi deb o'ylardim, chunki qatorma-qator tursa mana bunaqa joyga bo'lib qoladi. Qo'rqat yedik. Tak. Ishqilib 100 ta kill qilib olaylik. 86 ta bo'ldi. Vaqtni qanday tez o'tgani ham bilinmay qoldi obunachilar. 2025 birdan 2026 shu vaqt kimda qanday o'tdi? Masalan, mendan tak 91 oxirgisini pichoqda ketdik. Let's go. Tak o'qituvchini kutamiz. O'yna. Yo'qshamay qoldi. New round 2 kishi qolgan ekan. Ikkita killni qilaman, keyin pistoletda pichoq bilan o'zimni uraman. Nima bo'lsa bo'ldi. Hozir men zarur ishim chiqib qoldi. Shunga ularni to'liq yetishlash niyatim yo'q. Hammaga xayr obunachilar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr.